Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam barchamiz uchun o'rnak va namunadirlar. Rasulimiz alayhissalomning go'zal axloqlaridan biri u zot sertabassum, ochiq yuzli, kirishimli zot edilar. Ammo bugun biz bu sunnatdan biroz uzoqlashayotgandekmiz. Alloh taolo boyligimizga ozgina baraka bersa, mol dunyoyimiz ko'paysa, martabamiz, maqomimiz biroz yuksalsa yoki hayoti dunyoda muammoga, mushkulaga kirib qolsak, tabassumdan yiroq o'ta jiddiy insonga aylanib qolyapmiz. Vaholanki Nabiy sallallohu alayhi va sallamning hayotlariga e'tibor bering. U zotning farzandlaridan faqatgina Fatima radhiyallohu anha u zotdan keyin yashab qoldilar. Ya'ni barcha farzandlari Rasulullohning hayotlik vaqtlarida vafot etishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mahbub zavjalari vafot etishdi. Rasululloh yoshliklaridan ota-onalaridan yetim qoldilar. Qadrdonlari, amakilari Abu Talib, Ja'far, Hamzalar halok bo'lishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doimo musulmonlarning, kambag'allarning dard va tashvishida yashadilar. Urushlarda Rasululloh qatnashdilar. O'lim va oxiratni aniq bilib turdilar. Shunga qaramasdan, shu barcha ishlariga qaramasdan, kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la yura illa mutabassiman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam faqat tabassum qilgan holda kishilar bilan ko'rishardilar. Hatta innahu la yukhayyalu liman ra'ahu annahu ahabbun nasi ilayhi. Rasulullohning tabassum qilganini ko'rgan kishilar Rasululloh uchun eng mahbub kishi men bo'lsam kerak deb o'ylab qolar edi. Allohumma solli va sallim va barik alay. Jonimiz sizga fido bo'lsin yo Rasululloh. Ammo bugun biz jamiyatimizga bir e'tibor bersak, odamlar do'stlari, yaqinlari, qarindoshlari, aka-ukalarini qo'ying, hattoki ota-onasiga, farzandlariga, yaqinlariga tabassum qilmay qo'yibdi. O'ta jiddiy inson bo'lyapti. Ammo bu musulmonga yarashmaydigan holat ekan-ku. Rasululloh shuncha qiyinchilik, mashaqqat boshlariga tushiga qaramasdan hammaga chiroyli munosabatda bo'lyaptilar. Hatto u zot bilan birinchi marta gaplashgan inson ham Rasululloh uchun eng mahbub kishi men bo'lsam kerak deb o'ylab qoladigan tasavvurga ega bo'ladigan go'zal munosabatda bo'lyaptilar. Biz ham mana shunday bo'lishimiz, Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ihyo qilishimiz lozim bo'ladi. Alloh barchalarimizni oqibatlarimizni xayrli, u zotning sunnatlariga ergashuvchi insonlar, mu'minlar qatorida qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.